Buni kiyaymi yoki buni? Balki umuman kiymayman. Ba'zida shunaqa oddiy tanlovlar ham odamni qiynab qo'yadi. Endi tasavvur qiling, sizni bitta tanlovingiz butun dunyoni o'zgartirib yuborishi mumkin. Jimgina kutish yoki jang qilish. No. Agar hozir yurish qilsam, butun mintaqa o'zgaradi. Agar qilmasam, dushman kuchayib boradi. Amir Temur aynan shunday tanlov oldida turgan edi. O'sha paytda Temur saltanati eng kuchli davrida edi. Lekin g'arb tomonidan bir hukmdor juda ham tez kuchayib borayotgandi. Usmonli sultoni Boyazid. Boyazid tezkor, agressiv, raqibni kutmaydigan. Temur esa strateg, sabrli, uzoqni ko'radigan. Men esa Google'dan so'raydigan, rejani 5 marta o'zgartiradigan, motivatsiya kutadigan. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Stop it. Ikki kuch to'qnashuvi muqarrar edi. Temur shunday qaror qildi. Avval zarba berish. Bu qaror juda xavfli edi. Chunki yurish juda uzoq, ta'minot qiyin, agar yutqazsa butun obro' qulaydi. Lekin Temur bir narsani tushungan edi. Kuchayib ketgan dushman bilan keyin jang qilish yanada xavfli. Temur shoshilmadi. U dushmanni charchatdi, ittifoqchilarni parchaladi, jang joyini o'zi tanladi. Va eng muhimi, vaqtni o'z foydasiga ishlatdi. U lashkarlariga jang oldidan nutq so'zladi. Obuna bo'lmaganlarni o'rgating. Jang bo'ldi va bu jang Boyazid uchun yakun, Temur uchun tarixiy g'alaba bo'ldi. Bu qaror Temurni afsonaga aylantirdi, lekin Sharq va G'arb o'rtasidagi muvozanatni o'zgartirdi. Yevropa tarixiga ham ta'sir qildi. Ya'ni bu faqat bitta jang emas edi. Bu tarix yo'nalishini burib yuborgan qaror edi. Savol ochiqligicha qoladi. Agar Temur bu yurishni qilmaganida bugungi dunyo qanday bo'lardi?